Assalomu alaykum, Sementalchi bola kanali obunachilari va chorva ishqibozlari. Bizda yana jinday orada uzilish bo'ldi. Jinday aqabaqa chiqib qoldik. O'shanga mol qo'ya olmadik. Mana yana faoliyatimiz boshladik akalar. Mana sizlarga yana bitta zo'r bug'ozimiz 8 oyga to'lgan ko'rsatishingiz mumkin. Yetuk bug'oz, xudo xolasa 20 kunda tug'arda, yelim o'sish boshlagan. Yeb ishlari zo'r, sog'lom, hamma joylari zo'r. Ko'rishlaringiz mumkin. Tuyoqlari Hani orqalarini olib qo'ying debdi. Ha, yurgizib ham ko'rsatib ko'ramiz. Mana yelim buzishni boshlagan akalarni. Ko'rishlaringiz mumkin. Shu jonivor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Xapalak degan joyda. Men molni maqtamay, mol o'zini o'zi maqtasin. Mana yuravering-da. Shu. Mana mol o'zini o'zi maqtaydi. Shu jonivor. Turuvdi qarang, turugi nechida odam? Jonivor. Yuvosh mol. Endi sal sho'xligi bo'lishi mumkin, bog'lovda turibdi. Yuvosh mol mana. Shu. Xo'sh. Yuvosh mol akalar. Tish buzmagan yo endi tish buzdimi ekan yo? O'shanday. Ha, bog'lab ko'rsatamiz. Bitta yurishlarning oyoqlari hamma yo'g'i sog'lom mana. Bitta ro'zg'orda bemalol tebratadigan xudo xolasa mol, yaxshi mol. Boquvga qarasa 20-25 dan beraveradi. Birinchi tug'ish akalar. Birinchi tug'ish. Chini olib ko'rsatib qo'yamiz hozir. Nechta ekan? 2 kurak. 2 kurak. Mana tepaga chiqqan. Mana xolis ko'ringlar. Mana bo'yim 1,5. Meni bo'yim 1,70. 1,72 bo'yim. 1,5 chiqadi molni bo'yi. Xudo xolasa 1,5 tekis chiqaveradi. O'zimiz qochirganmiz. Yaxshi mol, ishonarli mol, sog'lom, emalalar qilingan. Xo'p, birinchi tug'ish. Yuvosh mol. Endi betga chiqqanda o'zi tentirayapsan. Mana baklari ham. Yelim buzishni boshlagan. Sementalchi bolaga obuna bo'linglar, like bosinglar, podpiska bo'linglar. Akalar, buni narxini Ro'za Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Ramazon oyida yengil qo'yamiz. Aytsak, aytaveramiz narx, masalan, 47-48 ga ham yarashaveradi. Hech kimga urishmaydi. 43 qilib beramiz. 43 qilib beramiz. Sementalchi bola kanali obunachilarga 43 million qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Yana telefon qilsa, muomalasiga qarab kelishaveramiz. Yana o'tib beraveramiz. Faqat mol ko'rib, nima kamchiligi bo'lsa, kommentariya yozinglar. Bu aybi bor, bu fikr mulohazalaring bo'lsa, kommentariyaga yozinglar akalar. Masalan, molda aybi bor yoki bizga boshqacha mol kerak, buzoqchalar kerak. Xudo xolasa, buzoqlarimiz ham bor. Endi bir ikkita akalar so'radi ham telefon qilib. Vaqt bo'lmadi ko'rsatishga, endi bemalol ko'rsatamiz. Xo'sh jonivor. Kommentariya yozinglar, nima masala bo'yicha, nima bo'yicha gap so'zlar bo'lsa, kommentariya yozaveringlar. Yeb ishlari zo'r aka mana. Yeb ishlari zo'r. Hali kechki ovqatinga yo'q. Mana hozir soat 5 bo'ldimi? Ertalabki ovqat bilan kechki ovqatni hali yegan yo'q mana. Qonini ko'ring. Kechki ovqatni endi beramiz. Misol maqtab buni ko'tarib, unda qilib videoni past baland qilmaysiz. Shu holatda olinadi akalar mana. Telefon qilinglar, nomerlarimiz 99 dak 894 1122. Aloqaga chiqasizlar, yana kelishaveramiz narx-navolarni. Yana boshqa mollarimiz ham bor, ko'rsataveramiz. Narxi aytganlik 43 million, kami bor. Yana ozgina vodiy bo'ylab dastlabkilar bor. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Beshariq tumani kiraverishida Xapalak degan joy bor. Kesalaring ko'rsataveramiz mana. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Shu jonivor.